Vardiya o'yinga qo'shilganda uni o'ldirish imkonsiz deb izoh berishgan. Bugun ushbu qoidani buzamiz. Chunki sababi biz Vardiya ferma quramiz. U bilan birga juda ham ajoyib bo'lgan narsalarni quramiz. Misol uchun suli uzatgich va yashirin eshik va yana qo'ng'iroqli sensor. Ferma qurishdan oldin Vardiyani qo'lda o'ldirishga harakat qilamiz. Vardiyani jami hisoblaganda 250 ta yurak bor. Uni bu yoqqa olib kelamiz va opa, shunchaki bu yoqda turib o'q otib o'ldirishga harakat qilamiz. Bu qancha vaqt oladi? Xo'sh, bu jami hisoblaganda 27 ta o'q oldi. Bu ancha qiyin. Endi esa Vardiya ferma ustida ishlaymiz. Biz avvalambor ochiq joydagi Vardiya chaqiruvchi sensorni topishimiz kerak. Biz topgandan tashqari uning atrofidagi qolganlarini sindirib chiqamiz. Bu juda ham oson ish-ku. Juda ham oson. Opa, menga bu tovush yoqmayapti. U qayerda? Yo. Hozir nima bo'ldi? Mening sezishim bo'yicha bu ana bu yerdagidan ko'ra yaxshiroq. Chunki baza qurish uchun juda ham keng joy bor. Avvalambor uning atrofini oq jum bilan o'rab chiqishimiz kerak. Chunki sababi u bizni eshitmasligi kerak. Bu narsalarni ham buzib tashlaymiz, shovqinni yubormasliklari uchun. Hattoki bitta ham qolmasligi kerak. Endi mana bittaga kam bilan shug'ullanamiz. Chunki u menga yoqmayapti. Endi esa ushbu sensorning atrofini yaxshilab o'rab chiqamiz. Hozir men juda ham ko'p shovqin qiyin kelyapti. Bu yerlarni ham birozgina bo'shatamiz va kichkina platformacha qurishimiz kerak. Endi esa gilamchalar bilan o'rab chiqamiz, chunki sababi Vardiya spam bo'lmasligi uchun. Bularning barchasini tugatib bo'lganimizdan keyin mana bu yerda o'qchullarni olamiz, chunki sababi hamma sensorlarni olib tashlaganman, menimcha xavfsizman. Endi esa uyga boramiz va kerakli materiallarni olib kelamiz. Menga bir qancha qurish uchun bloklar va yog'ochli narsalar, redstone'li narsalar va suli lift uchun narsalar. Hamma kerakli narsani olib bo'ldik. Endi esa Vardiya fermani qurishni boshlasak ham bo'ladi. Bu yoqqa uzatuvchi blok qo'yishimiz kerak. Endi esa birozgina bloklardan va shaklini yasashimiz kerak va bu yoqqa ham gilamchalar qo'yamiz, moblar spam bo'lmasligi uchun. Endi esa spawn joy. Menimcha men qayerdadir Vardiya sensori tovushni eshitdim. Men seni ko'ryapman. Mendan bekinamaysan. Endi esa bu yoqda ishlash davom etdik. Hamma Vardiyalar shu yerda spam bo'ladi. Bu yoqqa blok qo'yamiz va to'siq. Endi esa bu yoqqa ruh qumidan qo'yamiz. Bu suli lift yasash uchun kerak. Bu yoqlarga ham yana gilamchalar qo'yamiz spamni to'xtatish uchun va shu bratlar ham bu yoqda spam bo'lmaydi. Bu yerga bir qancha to'siqning eshigini qo'yamiz va ochib chiqamiz. Bu yerlarni ham to'ldirib qo'yamiz. Endi esa bu yerdan boshlab 20 blok baland qurishimiz kerak. Yepaga. Endi bu yoqda iblolarni ham sindirib chiqishimiz kerak. Olmos. Menga bir tilla qiziq yo'q. Ajoyib. Endi esa bu yoqqa shishali xona qurishimiz kerak. Bu yoqqa xullas sandiq, uning ichiga esa solgichni to'g'rilab qo'yamiz. Bu yerga suv quyamiz va suli lift ustida ishlaymiz. Ushbu suv o'tini tepaga olib chiqamiz va buzamiz. Suv lifti tayyor. Endi esa tepaga chiqib oldik. Endi esa bu yerga yarim blok qo'yamiz. Bu yerlarga ham gilamchalar qo'yib chiqishimiz kerak, bilasizlar. Va bu yoqqa suv quyib chiqishimiz kerak. Menda bitta faqat suv yo'q. Topdim. Endi esa bu yoqqa suv quyamiz va paqirni o'q otuvchining ichiga qo'yishimiz kerak. Oxirgi qiladigan ishimiz sandiqning oldiga chiqish uchun narvan quramiz. Ajoyib. Endi esa butun Vardiya fermasi tugadi. Bu juda ham oson. Endi esa buni test qilib ko'rishimiz uchun bu tag uchunni olishimiz kerak va Vardiya spam bo'ladi. Bundan oldin butun gorni yoritib chiqishimiz kerak, chunki bu juda ham asab buzadi. Endi esa uyga sekin boramiz. Endi esa ozginagina sham yasaymiz. Boshqa moblar spam bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Men buni ustiga tirmash chiqaman. Desa butun yerning tepasidan pastgacha, tepasidan tashqari yoriq. Hattoki mana bu yerlarga qo'yib chiqaman. Endi esa Vardiya fermani tekshiramiz. Men juda ham hayajonlanyapman. Endi esa butun platformaning atrofini shunday to'siqlar bilan o'rab chiqish kerak. Chunki sababi AFKga ketganimda bu hamma shamlar meni himoya qila olishiga ishonmayman. Endi esa qilishimiz kerak bo'lgan ishlardan biri ushbu junni olib tashlab, buning ustiga chiqishimiz kerak. Bu shovqinlar chiqara boshlaydi. Agar hammasi to'g'ri bo'lgan bo'lsa, Vardiya faqat shu platformachaning ustida spam bo'ladi. Endi esa Vardiya spam bo'lguncha kutishimiz kerak. Salom. U kelyapti. U hozir suli liftga chiqib ketdi. U cho'kishdan o'lishi kerak mening fikrimcha. Yana bittasi. Bu allaqachon ikkita. Bu ferma juda ham tez. Ma'noda asabim buzildi. 100 ta Vardiyani qo'lga tushirish videosida buni qilsam bo'lmasmidi? Endi esa 20 minut kutamiz va
Ochig'ini aytsam, men buni ko'rganimda ekranim buzildimikin deb o'ylayapman. Ekranim qorayib ketgandi va u qayoqdandir chiqib keldi. Yaxshi eklarimga qarab, men to'g'anoda o'lishim mumkin edi. Endi esa uni o'ldirish kerak. Ajoyib. Bu yerga yana gilamlar qo'yishimiz kerak va vardiyan qaytib ham bo'lmaydi. Bularni ochiq qoldirganim ishonaman. Bu juda ham yomon. Qaranglar, bu juda ham g'alati ko'rinyapti. Unchaki hamma vardiyalar bitta safda. Minecraft o'z postida bu moblarni o'ldirish imkonsiz ekanligini aytgandi. Endi esa bizda ulardan ferma bor. Yana gilamlar qo'yib chiqyapman chunki xavfsizroq bo'lish uchun. Endi sal xotirjamman va AFKda davom ettiramiz. Buning ustida Xo'sh, hozir adashmasam 30 daqiqacha o'tdi. Xo'sh, bizda qancha yig'ilganini tekshirishimiz kerak, lekin avvalambor o'lishini kutishimiz kerak. Bu bittasi 2 3 bu juda ham uzoq bo'lishi mumkin. 20 ta borga o'xshaydi yo'da. Xo'sh, hamma vardiyalar o'ldi. Meni ishonchim komil, har bitta vardan o'lganda o'zidan bitta blok qoldiradi. Bizda allaqachon 2 ta 40 ta bor. Biz 40 minut ichida 168 ta vardan blogini yo'qoldik. Video tugadi. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim shundan iboratki, nimaga videoga to'liq ovoz bermadim? Chunki Brat allaqachon fermani to'liq qurib bo'ldi. U yog'iga ovoz berishning keragi yo'q deb hisobladim. Agar sizlar xohlasangiz, keyingi qism ham chiqadi. Lekin bundan avval aytib qo'yishim kerakki, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Sizlar qaysi videoga ovoz berishimni tanlashingiz mumkin. Telegram kanalimizni izohlarda yoki kanal opisaniyasida topishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sizlar bilan say bo'ldi. Yangi videolarda ko'rishguncha.